Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan AutoCAD'dagi navbatdagi darslarimizni ko'rib chiqamiz. Biz bugun sizlarga chizmani A4 formatga joylash bo'yicha amaliy ish bajaramiz. Buning uchun biz har doim AutoCAD'da burchak shtampini chizib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Uni saqlanib qilib qo'yishimiz kerak. Mana masalan, mana bu yerda masalan men A4 format hamda A3 formatiga mos vertikal, gorizontal holatdagi burchak shtamplarini chizib tayyorlab qo'yganman. Biz ba'zida A4 formatda, ba'zida A3 formatda ishlaymiz, to'g'rimi? Masalan, chizmani komponovka qilishimiz uchun, ya'ni qog'ozga joylashtirishimiz uchun ba'zida chizmalar vertikal holatda, ba'zan gorizontal holatda bo'ladi. Ularni chizib tayyorlab qo'yasizlar. Masalan, mana shunday qilib chizdi, tekshirdi. Yana mana bu yerda to'ldirilishi kerak bo'lgan narsalar bor. Bu prosta namuna sifatida chizib tayyorlab qo'yganman. Bularni o'tgan darslarimizda mana risovaniya, redaktirovание nimalarimiz bor, svoystva bo'limlari bilan tanishgan edik biz sizlar bilan. Mana shu bo'limdagi buyruqlardan foydalangan holatda chiziladi. Hech qanday qiyin emas. Tayyorlab qo'ysalaringiz agar mana shunday qilib buni joylash oson bo'ladi. O'tgan darsda bizlar sizlar bilan eslaringizda bo'lsa agar tutashma bajargan edik. Mana bu adashmasam mana shu tutashmani sizlar bilan bajargan edik. Endi mana shu tutashmani demak A4 formatga joylaymiz. Ko'rib turibmizki, bizda tutashma vertikal holatda turibdi, to'g'rimi? Endi mana shu vertikal holatda turgan tutashmani demak A4 formatga joylashimiz kerak bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Buning uchun biz avvalo AutoCAD oynasiga kiramiz hamda AutoCAD oynasiga kirgandan keyin mana bu yerda qo'shish, ya'ni demak o'sha bundan oldingi AutoCAD'da chizilgan ishlarni mana bu yerda qo'shib boraversak bo'ladi. Bu yerda открытni bosamiz. Mana burchak shtampi. Mana burchak shtampi qo'shildi. Endi bizga o'tgan darsda chizgan tutashmamiz ham kerak. Tutashma AutoCAD 1 deb saqlanib qilingan edi. Mana bu ham demak qo'shildi. Ana endi biz mana shu chizmaga mos burchak shtampi tanlaymiz. Burchak shtampi A4 format hamda vertikal holat. Demak bizga mana shu burchak shtampi kerak. Bu burchak shtampini sichqonchaning chap tugmasini bosib turgan holatda belgilaymiz. Mana yashil rangdagi belgilash orqali belgilaymiz hamda kopировать, ya'ni Ctrl-K bilan belgilaymiz hamda tutashmaga o'tamiz. Tutashmaga o'tgandan keyin Ctrl-V bilan bossak agar mana o'zi kelib tushadi va biz mana shunday qilib mana komponovkasini to'g'ri olamizda sichqonchaning chap tugmasini bir marta bosganimizda mana demak chizmamiz joylandi. A4 format ichida joylandi. Mana shunday tartibda bemalol chizmamizni A4 format ichida joylasak bo'ladi. Endi esa bu detalimizni listga joylab chop etishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni printerdan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Bunda bu jarayon qanday bo'ladi? Mana listda turibdi. Agar biz chop etsak, to'g'ridan-to'g'ri listga mana shunday holatda chiqadi. Bu esa xato holatda turibdi. Biz buni nastroykasidan to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni chizmamiz ikkinchi listda turibdi.
ikkinchi listda turgan joyida, demak sichqonchani olib kelamiz hamda sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz. Dispatcher parametr listov kiramiz. Mana ikkinchi listda turibdi. Redaktiruvitga kiramiz. Xo'p, redaktiruvitdan printerimizning demak rusumi DVG to PDF shuni tanlaysiz. Demak ISO A4 210 ga 297, ya'ni biz A4 formatda o'lchamlarini mana chiqarib qo'ygan ISO rusumli 210-297 ni tanlaymiz. Hamda mana bu yerda format, list, ekran holatidan, granitsa holatidan qaysi biri biz ramka holat tanladik. Hamda ramka qayerdan qayergacha, ya'ni listimiz qayerdan qayergacha chiqish granitsasini belgilab berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bizga mana shu yerdan shu yergacha chiqishi kerak. Hamda belgilab bo'lganimizdan keyin sichqonchaning chap tugmasini bosamiz. Listda mana shunday holatda turibdi. Buni knijniy holatga o'tkazsak agar, mana knijniy holatga o'tkazdik. Sentr holatda, mana agar sentrni o'chirsak agar, bu sentr holatdan qochadi. Detal o'rtada turmaydi. Agar sentrni yoqsak agar, detalimiz chizgan tutashmamiz o'rtada bo'ladi. Bu yerda tablitsa stiley pechat, ya'ni tsvetnoy qilib chiqarsalaringiz ham bo'ladi. Bu yerda o'sha stilni ko'rsating degan. Masalan, biz monoxrom, ya'ni oq-qora holatiga chiqaramiz. Rangli narsa yo'qligi uchun. Bu yerda parametrlar, pechat parametrlari to'g'ri holatda turibdi. Prosmotr, ya'ni bu yerda hozir detalimiz qanday holatda? Demak, detalimiz shunday holatda turibdi. Komponovkalari joyida, burchak shtamplari joyida. Pechatga bersak bo'ladi. Endi esketni bosdik. Mana ko'rdik, parametrlari hammasi joyida. OK ni bosamiz. Zakrit. Endi buni OK ni bosganimizdan keyin saqlanit qilish oynasi chiqadi. Ya'ni biz detalimizni PDF holatda, mana ko'rib turganingizdek PDF holatda turibdi. Biz PDF holatga AutoCADdagi chizmani PDF ga o'giramiz hamda tutashma mana AutoCAD 1 list 2 deb masalan nomladik hamda рабочий stolga saqlanit qildik. Saqlanit. Mana saqlanit bo'ldi. Mana shunday holatda saqlanit bo'ldi. Mana рабочий stolni ko'ramiz. Bulardan chiqib ketamiz. Mana PDF holatda tutashma AutoCAD. Mana marhamat. Bemalol ko'rib, mana bularni pechatga berib bemalol chiqarsak bo'ladi. Bugun sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan dars shulardan iborat edi. Keyingi darsga ko'rishguncha